Çayxanası söhbətləri proqramımızdakı əziz görürmənləri, bugün 2026-cı 7-ci ayının 23-cü günü Peyşənbə bugünkü Naq Meydan söhbət proqramımızda Xitayning millətə birlikni ilgari surish qonuniga nazar nomli söhbətimizdəki 3-cü qismini huzuringizga sunamiz. Biz oldingi 2 proqramda hər bir qismda şu Xitayninki millətə birlikni ilgari surish qonunidagi har qaysi moddalarni tarjim qilib, uning keyinidan Nurgul Sadık xanım hərimiz analiz qilib kelgan. Biz oldingi 2 proqramda 30 modda tugatdik. Bugun 31-ci moddadan boshlaymiz. Assalomu alaykum Nurgul Sadık xanım, qimmatli vaqtingizni chiqarib Uyg'ur Çayxana söhbətləri proqramımızda Naq Meydanına qatnashganingizga rahmat aytaman. Rahmet. Assalamu assalam. Ekran aldıq qarindoshlar. Men Nurgul Sadık namanglarga salam. Əmsə Nurgul xanımız oldingi nimada tushundirib tarjima 31-ci moddaga kelib ekanmiz. Biz shu 31-ci moddasidan boshlaylik. Men shu tarjimasini o'qib beray, endi buni analiz qildig'ini endi sizga kelib qoldi. 31-ci modda. Davlat tor, cho'ng sonliq ma'lumot, sun'iy idrok qatorliq zamonaviy texnik vositalardan foydalanib, aloqa faoliyatlarini qanot yoydirishni qo'llaydi. Tor mahsulotlari va mulozimatlari bilan ta'minlagichlarning Junxo millatining buyuk ittifoqlik aks ettirilgan asarlar va uchurlarni ijod qilishi va tarqatishiga ilhom berdi va ularni yetaklaydi. Shundaqla Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashga foydali bo'lgan inoq tor muhit yaratdi. Har qanday tashkilot va shaxsning tekst, rasm, ovoz va sin qatorliq usullar orqali milliy o'chmanlik, milliy kamsitish qatorliq millatlar ittifoqligi va taraqqiyotiga buzg'unchilik qiladigan mazmundagi uchurlarni ijod qilishi va tarqatishiga yo'l qo'yilmaydi. Tor tijoratchilari o'z ishlatuvchilari e'lon qilgan uchurlarni boshqarishni kuchaytirish kerak. Oldingi moddadagi belgilamalarga xiloflik bo'lgan millatlar ittifoqligi va taraqqiyotiga buzg'unchilik qiladigan mazmundagi uchurlar borligini bayqaganda qonun bo'yicha darhol uchur yetkazishni to'xtatishi, uchirish qatorliq bir taraflash tadbirlarini qo'llanib, uchurning tarqalib ketishining oldini olishi, munosabat xotiralarini saqlashi hamda munosabat mas'ul tarmoqlarga doklad qilish kerak. Xo'sh. 31-ci moddasi. 31-ci moddada bu yerda ikki narsa intayin muhimchi. Hozir sun'iy aql urushi asosan boshlanib bo'ldi. Bu Xitoy bilan G'arbning o'rtasida. Endi bu jarayonda Xitoyning o'zi elib berayotgan taraqqiy qilayotgan bir turlik sun'iy aql sistemasi bor. Buningga yetarli nima inchki o'znak. Hozir Amerikani setib bermayotdi, lekin Xitoy o'zi yasab, o'zininki yasig'ini bo'yicha u sun'iy aqlni ashdan taraqqiy qildiryotdi. Endi buningda nurg'unlagan masalalar bor. Birinchidan uninki insoniyatga ziyon elib kelamdi, foyda elib kelamdi deydigancha. Endi buningda hozir bu sun'iy aqlninki Xitoyning yasab chiqayotgan sun'iy aqlda buningda kontrol qiladigan yoki buni kuzatuvchilik qiladigan dunyoviy xarakterlik bir sistem yo'q. Shunga bu Xitoy qanday ishlasa o sun'iy aqlni ishlataveradi oladi. Andan keyin bu Xitoy o'zining yasagan sun'iy aql texnikasi bilan, texnologiyasi bilan va chet eldagi sun'iy aqlninki bilan taraqqiy qilayotgan texnologiyaning ichiga kirmaydi hozir. Chunki uningda bir orliqda cho'ng bir hang borchu. U hangni paydo qilib, shuni kontrol qilib turayotgani yana Amerika. Chunki Amerika uningga birisi yumshoq detal, yana birisi ishlatadigan o'znak, inchki o'znak chipni sotmayapti hozir. U chipni nerda ishlaydi? Gollandiyada ishlaydi. Gollandiyaning u shu nemis shirkatmi Amerikaga yaqin ishlayotgan, ular gap bir hamda mundaqcha aytganda. Endi o'zimizning masalasiga kelsak, bizningki vatanning ichida qanday uchurningki shu sun'iy aql bilan idrok bilan sirtqa chiqishi, sun'iy idrok o'zishini yana Xitoy belgilaydi mush qonun orqali. Endi yana birisi bu yerda biz diqqat qiladigan narsa tor savdosi.
Hozir to'r savdosiniki qanot yeyib taraqqiy qilib, masalan, vatanning ichidimi toz diqqat qilsak, nurg'un odamlar hammasi savdoga. Hammasi to'rning ustiga chiqiblar, azoq bir qisqa videoni ishlab, ostida o'zlarining seviti bor. Boshqalarning melini setib, osh moldan necha % foydasini ilib degandek, molning setilish miqdori, setilish soni qarab, pul tepib ashuna jam yiqayotgan nurg'un odamlar bor. Uning bilan qolmay, bizning nimaniki, bu muhojirda, diasporada yashayotgan Uyg'urlarmi vatanning meli deb Xitoyninki mayli to'r betidan bo'lsin, Xitoylarga zakaz qilish orqali osh mollarni ilib, chet elga chiqib setayotganlar bor. Endi buniki mushu jarayondami, masalan, endi bu yerdagi masala, u yerda endi bu yerda ikki nuqta bor. Ikki nuqtani men aşağı silishtirish orqali endi mushu bizniki ko'rarmanlarga bir tushuntirib o'tay. Birinchi vaqa, masalan, sizlarni Gollandiyada chiqdi-ku, bir tashkilotninki nimalari, amaldorlari, tashkilotninki mas'ul xodimlari vatandan kelgan mas'ullar deb nimani Xitoyning pintozlarini, dori darmaklarini, andan keyin Xitoyning mo'rlarini, hamma narsani yarmankada setyotidi. Tushunami? U narsa tashkilotning rahbarlari emas, o'zi Gollandiyada tashkilotlash Uyg'ur tashkilotlarida a'zosi, tashkilot rahbarlari emas, ham ular shu vatanda moli chiqib qilayotgan bo'ldi. Lekin shu tashkilotning ishiga aralashmamda, aralashmamda shular. Mening to'rda ko'rgan uchurimda aralashidiki. Tushunami? Shu mening hozir meni eng beram qilayotgan yeri shu moyoqdan qarasa ko'k bayroqni ko'tarib tashkilotning o'rlashtirgan mayli faoliyatlar bo'lsin, mayli namoyish bo'lsin, hamma narsa oldiga chiqsin. Oyandan Xitoy bilan so'd qilib, uni Uyg'ur avatdanmaydi. Uning akilayotgan narsalari birsi akaga narsaning turi, yana birsi sonichi. Ashuni bekitadi. Buni maxsus bir shu Xitoyning ichidagi bir shirkat bilan bular muntazam aloqalashib, aslida keng ko'lamda ash narsani akamisa, bu nima orqali xalqaro zakaz qilish to'ri orqali. U bir Uyg'ur chiqib bu pochtaxonaga sep avatmaydi u narsani, avatmaydi ham. U hozirgi vatanning ichidagi sharoit unda qilolmaydi. Shunga mayadagi meni beram qilgan narsa shu. Oyoqdan Xitoy bilan so'd qiling, moyoqdan siz bayroqni ko'tarib oldiga chiqib, biz qirg'inchilik uchrayapmiz deb namoyish qiling. Ana ashning o'zi bu birinchi masala. Ikkinchi masala hozir yaqinda Turkiyada chiqqan bu eng yangi nima uchra. Bir xonim o'ziniki Urumchida yashaydigan onasi ham ikki singlisniki mol sapaganligi, o'zi mol selish orqali endi u xonim shu Turkiyada so'd qildi ekan. Andan keyin uningdan azoq olgan foydani shu Urumchida yashaydigan o'ziniki meyib singlisiga avatib beribdi. Shu bu yoqdan Uyg'ur mol selyotidi, oyoqdan Uyg'ur o'ziniki oila tabobida pul sep berayotgan ish. Mol seninki foydang deb. Ashining o'zini bu jinoyat deb hozir bir oilada 3 odamni qo'lga olayotgan gap. Endi demak bu to'r savdosini yana kim kontrol qilyapti, uchurni kim kontrol qilyapti? Xitoy kontrol qilyapti. Endi sizlar mushuning o'zimi hozir bu yerda bir nimani, bir havoni suyuqlantirish yoki bo'lmasa to'r uchiridagi shu ideologiya, shu nimani qanday qilish bir masala borchi. Ammo yerda mendaq bir yana bir ufqumni biz qisal qaraydigan ufqum emas. Qandaq molning shu bizningki vatanning ichi deb turib shu yerdan chiqayotganiga qarash kerak. Mening diqqatimni tatqani Xitoyning ismi bilan Jungochan deb turibchi, Xitoyning mahsulotida cheklimi yo'q. U narsa chiqaveradi. Ashniki masalan sizlarning yarmankadan silgan nurg'un narsalar shu-ku, ya? Xitoyniki nimalar bor, shu Madinchayna deb nimalar bor. Buniki sotgan narsa bu Ahmad Odilnik sotgan narsada bu Xinjiang Turchan deb alohidalik nimasida pakta yezig'liq emas narsanikini. Mana buniki men Gollandiyada hamda Uyg'ur majbur emlikini mahsulotlari Gollandiya cheklash uchun Gollandiya parlamenti bir qaror ma'qullandi-ku hamda. Bu qaror ma'qullagandan keyin bu yer bir tashkilot ishlatgan odamning Xitoyda shu qadar tonlab molni qanday ekkeldi deb nurg'un odamlar savol so'rayapti-da buningdan.
Bu savolni men hozir o kunda naq maydon taqibman bir narsani uqmaychi o narsanikini. Va kitob sotdim yerimda, uni uqmaylik video qilib taqibman, keyin haqli ko'rgandan keyin ani bizga dedida bunday narsa bor, sen oshxonani tanqid qilasan, bunu tanqid qilsa bu yanındagi qo'shning bu Xitoyda malakab setaversa, buni gap qilmamsan degandan keyin uni ko'rishib, buni ahvollarni dedim, bu qanday bu ahvol bu, nerdan keldinglar, Xitoyda keldik dedida hamda. Biz millet bir cevap vermek hakkında dersin davada da olsak makul dep ekrana çıkırgan bulup ekrana çıkmaydıgan boldu bu nesnikine. Hatta ani kenu Avrupa maşarıga marif cemiyetindeki reislerle kurashdi bu narsa. Onu başkalam şikayet qilgan ekende. U aşağı ekirip setishning oldida deptike bununga. Bu Ahmet Adilg'ida. Ma yermege kirgan malning hech qanday Şinjan bilan xatli bo'lib qolmasa, nima qog'ozlarda Xitoy xatli hatto o Şinjan emas, Xitoy xatli yozib qolgan xatli ekirish bo'lmaydi deb bular shu belgilarni qo'yib turibdi ekan-ku hamda. Desa, bunga amal qilmoqlikda yani bu narsani demakchi, bu yerda bir yushurun bir ish mengyapti degan gap bu narsanikini. Yani xo'sh, ana mushuni qarab o'zingizni analizini qilsangiz bo'ladi. Shu Әмді ашыныңда сіз азыр бір нәрсіне, менің немемден ядымды чіктіп қалған бір нәрсіне азыр отырып қойдыңыз. Шинжаң Тайчан деген геп ұқым бар еді. Шында ма? Шинжаң Тайчан деген ұқымды кім барлық келтіріп отыды? Қытай дейді. Әргіз ұйғыр Тайчан демей отыды. Мәселен, мұшу мәжбүр әмгек қарыштыру Шинжаңныңки алайды мәсулатлары, Шинжаңныңки немелері, тәби байлығы деп aşı bizim nurgun dokladlı körep kettik o. Şundama atalmış Şinjan'ın tabii baylığı, atalmış Şinjan'ın aşı nemesine, mesela çılallarını, aşı nemelerle şoklu nemelerini kim işledi? Bizdenki şu aş mecbur emkektik Uygur işledi o. Aşı ne böyle yögep paketlap bunu night çıraylık bunu nemenin içine kutunun içine elip atalmış Şinjan Taycan degen nam bilen çatarga çıkarıvatıdı. Әмді біз ашындақ нәрсіне бізді сетішіп бәсәк, демек біз өзімізніңкі, қырындылаштырымызныңкі қенini өзіміз ішчіп атқан білай ешқана фақымыз жоқ. Мұшы Қытайныңкі 31-ші маддысыға біз төп қошаватымыз бір есапты. Ашындақ қиған болымыз. Мен яны бір мысалын отырып қойайым шәді. Әмді мұшы ұшыр алақысын kontrol қылыш, неменің сыртқы чықыш, неменіңкі чықмасылығын kontrol қылыш мәселесі кәгенде, Мәсәлән, біздің вәтәннің ішчіде өзіміздіңкі мұшу milli karxanachilar ishlab chiqargan dutta var, dap var. Әнді atlas milli kiyimlerimiz var, shundaymi? Ашының hech qaysының chataga chiqishga ruxsat yo'qmi? Ашны әвәтіплі қалған әр қандақ ашы Uyghur atlıqını sazayqı ütüdü. Türmege abayla kürüktüdü. Nima uchun аны chiqarmaydi? Chunki oningda milliy puroq var. Oningda aniqlam u yerda qaysi milliy korxonaning ishlab chiqargan ismi bor bu yerda. U Şinjan atalmış Şinjan Taycan emas u. U Xitoyning sizib bergan kategoriyasi ramkasi ichidagi mahsulot emas u. Ana shunga uni qanday qildi desa, burungi ko'ni zamonlarda bir narsani bir yerda yana bir yerga yo'tkisa, nimaningki o'takning qo'nchisiga tiqib, qo'yniga silib, uni yushirib bir yerdan yana bir yerga o'tgan ekanmish. Bizniki ko'ni bizning bovullarimizni anglasak, madaniyat inqilobi davrida. Bu hozirgi zamonda shu bizniki milliy nimamizni, mahsulotlarimizni bizniki o'zimizning odamlari uni tiqib yo'gab O'rta Osiyoga chiqardi, O'rta Osiyodan Turkiyaga, Yevropaga, boshqa yerga anandan keyin savolaydi ekan. Aşnыңдaki erkinlik bütünle boğutilgan. Eğer aş adamlarni aşni qilayotganligi bayqilib qolsa, ham bu yerda men u kimning qilayotganligi bilan meniki aloqam yo'q. Men uni oshkorlab yurmayman. Ham oshkorlash uni o'zimi men uchun aytgan chog'da cho'ng bir xatarlik ish. Ashning o'zilam bizniki bir o'yga soladigan, bizning kalimizni silkishga tegishli bir masalachu. Shundoq ham miyarki bir masalada hamda mavaqcha biz u buni tanqidlab, o tashkilot ishlab Xitoyda malakab sotayotgan, uning jamiyat andoqkan, mandaqkan gaplarni anglaydi to'xtaqqa. Lekin tashkilot ishlayotgan birsiniki, bular bugunkidek Xitoy Uyg'urlar irqiy qilib berayotgan birsiniki, Xitoydan tonlab malakilab, bu setishi gumon salam samanda damni. Adamni gumonga soladi ham ashlardagi ongninki, uqumninki naqadar yetarsizligi. Bizning mayanda xalq yig'lab ahuzarni xalqaro uquzamay
bizning qilmagan qiliqlarimiz, demagan gapimiz qolmaydi. Ayandin Hı. sen Xitoyninki nimasiga, bolkasiga xuddi sarmoy surib bergandeklam, Xitoyning atalmish Xinjiang Taychanni u chet elga chiqib satsang, masalan, Gollandiyada sizning qonun o'tdi-ku. Shu ishlar bo'layotgan shu mezgilda majburiy emgak ishlangan mahsulotlarni cheklaymiz deb Tabii karar atayini shu ma'qul Uyg'urni atab turib qaror ma'qulladi-ku. Masalan, birisi sizlarning kimda shu chaqda shu ishni qildim qilmaymi bilmayman. Agar shu gollandiyalik birisi rasmiy qattiq qo'l birisidan shu sizning yarmanka kelib rasmni tortib mana uyg'urcha kiyingan uyg'urlar o'zininki nimasini atalmish Xinjiang Taychanni seti yutibdi mayada. Buning deb ashuni parlamentning ichiga paket qilib akirsa qanday qildinglar? Burada o O sözü degan sizning so'zlarni. sizningki chiqargan qonun abaylar o'ladi u. U qaror shu zaman yo'qaydi, u bostirib yutildi. Demak, meyada bizda o'zimizda bir mas'uliyatchanlik huquq bo'lishi kerak. Bizim chet elda yashayotgan shu diasporadagi barliq Uyg'urlarning o'zida bizda bir qaysi davlatlarda yashayli, bizda bir mas'uliyatchanlik huquqimiz tuyg'usi bo'lishi kerak. O'zimizning shaxsiy hissiy tuyg'usiga tayinib, qilinib bo'lgan xato ishni yana burmilab, yana ashuni oqlaydigan odamlar oz emas ekan deb Oqlaydiganlar hayron bor. qolaman. Nurg'unlar açlıq təbət təşkilatını oqlayatdı bunu təxə. Ha. Nurg'un adamlar yazma maqalam oldirashlar bu to'g'risida bir boshqa tür maqala yozadak bo'lib qolmadim deyman. Boshqa yozgan bir temalarim bor, bir necha muhim nuqtalarni. Buni tax kirib edib endi azroq bir qo'lan bekor bo'lsa, bugun yozma. Abdurshil Qarliqdan chiqqan bir necha oyning oldin o'tgan bir suhbatimiz bor bulutdu. Ash suhbatdan kesib elib, ash Ahmad Odilning resmini qo'yib taqtirgan narsalar bor, yozgan narsalarim bor. Bu birinchisi. Ikkinchisi buning bilan degan gapim bu sen qanday ekkelding hozir butun vatanda bir adam qo'rqmay aloqalanma bo'lsa, 1 kilo bir narsa salanma bo'lsa, sen to'g'rilab malakalabsan. Bu qanday ekkel bir millatga javob bersan tashkilotdan adam bo'lgan ekansan, nima deydi? Sen Amsterdam dam maydoni Xitoylar namoyish qilsa, men sendan Xitoylar nima ish namoyish qilsa, sen so'rab baqdimmi? Men vatandan to'g'rilab malakab qolsam, Xitoy malakab qolsam, sen nima qarayapsan deb og'zimizni tillat qayishib odam miyadi. Akan buning hozir Xitoyninki, Unitedlar, Xitoyning millatlar birligini qonunni bu ishni qilib qolib qolsak, bu Xitoyning millatlar birlik qonun ovoz qaytarayotgandan birisida, chunki Amsterdam dam maydonida men bilan namoyish qilayotganlar o'zi chiroy Xitoyga o'xshab ketgan, men Xitoy emas deydi ular. Chunki Xitoy 50 ular Xitoyga qarshi kuchlar. Xitoyning qarshi kuchlarning ichida hozir demokratlar bor, masalan, diniy falungonchilar bor. Ana o'zlariningki bu Xitoy xristian, yangidan yetilgan, yangi davr xristian ideologiyasidagilar bor. Bundan boshqa Kantoniya mustaqilchilari bor, Minnan mustaqilchilari bor, Jiangxi mustaqilchilari bor, Shanxay mustaqilchilari bor, Manjuriya mustaqilchilari bor. Ular chiroy Xitoyga o'xshab ketadi, lekin Twitterda men Xitoy emas, Xitoy meni mushtaq Xitoyga o'xshatib qo'ygan debdi. Buni Xitoyda malakab sot. Birinchidan, ikkinchi burunda aytdi Amsterdamga qolsam, Xitoylar namoyish qilayotganini ko'rganki ko'nglim erishadi deyapti. Unda Xitoyning ko'z ko'ngliga erishgan odam qanday Xitoyda malakab Xitoy Xinjiang Taychanligini sotsa, seniki vijdon g'urur iymon qana bu bir nuqta. Ikkinchisi, Ashat bilan namoyish qilayotgan Xitoy qarshi kuchni, hamma Xitoy deyishingning o'zi Xitoyning alqi Enxeyt qonuni Xitoyning millatlar birligini e'tirof qilgan bo'ladi bu chet elda turib tashkilot ishlayapti deb. Chunki Xitoy o'ziga 56 hammani yo'q qilib bir Xitoylashtiraman degan yerda bu uning qarishi degan gap, Xitoylar bir sepda degan gapda bu narsanikini. Bu da shu Xitoyninki ashuna hukumini bu o'z bilmay jonlantirib berayotgan bir ahvol borchu. Bilmaydi emas, u narsanikini. Ya bilmay. Ben o kishi bilan men o'zim bir so'zlashib baxmadim. Bu yerda bir angsizlik borchu. Yana birisi bu yerda sal qarashliqim bor. Hamda bir narsani Xitoy jonlantirish uchun bizda azroqli do'tlikli bo'lsa, uni jonlantirib yetalaydi. Bizningki angsizligimiz yoki bo'lmasa bir narsaga mushtaq zil qaramasligimizning o'zimi hozir biz o'zimizga nurg'un avorchilikni olib kelayotgan ahvol borchu. Hamda mushu siz deyotgan ash masalaning o'zimi birinchidan o'zimizning ichki qismida bu masalaning oxilan qarni og'rimayapmiz. To'g'ri xatoni og'rimayapmiz. Ana masalan shu 2 kunga bo'layotgan jidalmi shu-ku. Nimadan Turkiyadagi Xitoyning konsulxonasiga 2023-yilda kirib pasportni yangilalagan. Xitoy o'zining grajdani bo'lmagan odamga pasport bermaydi-ku. Ashunaq odam Germaniyaga berib panolik tilaydiganmish. Ana bu demak ham Turkiyaning pasporti bor qo'lingda, grajdan. Ham sen Xitoyning grajdani. Andan u Germaniya qaytarib bersa, andan atalmish bizning oramizdagi siyosatchilar, inqilobchilar
aktivistlar chiqib ashuni aqlayotidi. Ashning o'zimi nima degan xatarlik shay. Bizningki o'zimizniki Yevropada masalan rasmiy, haqiqiy siyosiy panohlik tilaydiganlarninki yuziga urgan eng cho'ng shaplaq, uningdan cho'ng shaplaq yo'q. Buningdan keyingi Yevropadagi bizningki taqdirimiz, bizning odamlarimizga kim ishonadi buningdan keyin? Lekin Bu bir intayin cho'ng bu siyosiy o'yin. Ya'ni shuni chiqib bugun qarasam Uyg'ur posti bir nimalarni yezib ashuni aqlab o'zining qilganini qiladi. Ama ashunga qarab meniki degan, ay, mushuning gaqilgan odamlar yo'qmi deydigan ashun fikrni qilib qoldi. Mana mushu o'zimizniki mayadiki bu bir ilqi nayta ko'rinishga ahmoqona, lekin asha bilmamdi, biladi. Ashuni yana qasab qilyotidi. Ana uning zini kim bo'ladi? Bizga xalqqa bo'ladi. Bizga bo'ladi. Uning surishchisini kim qiladi? Men bilmayman. Uningga menda javob yo'q. Ahvol shu. Shunga biz meyada mayli o'zini aktivist deb o'tirg'i chiqib, ekranga chiqib, atdan kechgacha yolg'on gapidaq so'zlaydiganlar bo'lsin, yoki bo'lmasa ashi yolg'on gapidaq so'zlaydiganlar nima uchun bozor ichib bermas? O'zimizda bor u guna. Ashunqa bozor nima qilib yaratib bergan. Ashuni ishtirib oldiga chiqarib qo'ygan. Anadan keyin bir narsani aqlan qarasini arimay, vurra deb hissiyat davosi qildiganlar. Bu bularda mas'uliyatchanlik tuyg'usi bo'lishi kerak bo'lmasa. Buningdan keyin kunimiz taqimi xarablashadi. Mushunda o'nglan ta'tirdan arimay, oldimiz bilan oqimizga qaramay shunaq dal dushmanga yuvarsak. Endi haq nohaq tuyg'usi biz bu diaspora Uyg'urlar hissiyot bilan muomala qilyapmiz. Yaqinimiz o'pib qolsa, uning boshqacha birdamli aqlab o'pib qilyapmiz. Hatto shu Ahmad Odilning Xitoyda malakab setayotgan mushliminlarga qo'g'dayotganini qarasangiz, tashkilotning odamlari yani ba'zilar qarasa ajoyib ismini atmayman bu yerda. Lekin uni hammani yezib qo'ydim bir narsanikini. Bu narsa millat qilib qoladi keyingi avlodlar uchun. Bu yoki tashkilotlar yana birisi bir necha odam meni tanqidlab uni shaxsiy zidek olib qo'ydi. Ularning hech bir shaxsiy ziyatim yo'q. Shunda yaxshi aloqa qildik. Shunda ishlar tarjimonlik qilib shunday qilayotgan odam ekan kichkina manfaat taqishib qolgandikinlar uni shaxsiy narsaga olib qo'ygan qilib teglikda. Hatto shuni qo'g'dayotganlar qarab aqlim hayron. Bu xalqning nima qilyapsa buni hammani yezib xotir qoldirib qo'ydim bu narsanikini. Keyingi avlodlar bilsin kimning kim ekanligini, kim o'tirib uya o'ynayotganligini xalq bilish kerak bu narsalarni. Batada yani yoziman qildigan ishdan amziraq qo'lan beka olsin da meniki bu vaqtida. Anoning keyin Billa meydan turib millatning manfaatini birinchi o'ringa qo'yib fikr qilishimiz kerak biz bu narsa. Siyosiy anglittirishimiz kerak. Kechki hissiyot nuqtasidan chiqib, o'zimizning yaqinimiz azroq manfaat qiladigan odamning to'p qolsa, u xato qilayotgan bo'lsa, uni oqlab qo'yib, to'g'ri qilayotgan odamning hammasi chatga qilib yolg'iz qoldirman. U bu deganga bosh egmaslik kerakda buningki millatningki yuz obro'yi, millatning g'ururi, millatning o'rtaq manfaatida bosh egmay oldi qarab memashimiz kerak bu ishni kerak. Hozir yana bir huquqni o'tirib qo'ydingiz. Mana siz mush gapingizni qilayotib, yolg'iz qo'ydirish bu siyosat kimning siyosati o'ylamamsiz? Xitoyning siyosati shu %100. Albatta, 100% Xitoyning siyosati. Shu siyosatni ma vatanning sirtida hozir biz yashayotgan ba'zan bir nimalar ashni qilyotdi hozir. Xalqaras to'g'ri so'zlagan mush to'xtab turay, mana sal kalon chaq o'tib gap qil deb xalqniki ideologiyasi ongni uyg'otadiganlar hamma yolg'iz oldirishga, yolg'iz qo'yishga tirishadi. Ashning o'zimi dal shu Xitoydan o'rgangan yo'na. Ashni mishadim qilyotdi. Endi bu 31-nuqta yana bir o'tir qo'yadigan narsa. Bu yerda vatanning ichidagi bizningki shu Uyg'urlarning orasida hamda bir-biriga disakchilik qilib, bir-birini nazorat qiladigan sistemdami shu 31-nuqta orqali amalga oshira oladi-chu. Mayada hamda agar siz masalan bir ikki qo'shna bir binodagi birisi yana birisininki shu mayli o'zininki shu sotsial media nemisi aloqasida bo'lsin yoki bir nimasida bo'lsin, shundoq chet el bilan qilayotgan aloqa yoki bo'lmasa chet elninki davlat cheklagan mollarni davlatninki cho'ng millat, Junha Minzu degan millatninki qalpoq ostidagi ashna e'tirof qilingan mas'uliyat bo'lmagan ashna mas'uliyatni chet elga solganini bayqab qolsa, yoki bo'lmasa ashna uchurlarni yo'llagan bo'lsa, ashna mushu bizningki davlatninki birligiga nima qildi, xilop qildi yoki bo'lmasa qo'llamadi degani bana qilib soqchilarga yoki bo'lmasa o'zininki ma'lum komitetning soqchilariga dokladlar qilib qo'ysa, alaninki sotsial mediadagi bu yerda hozir Xitoyda bir credit system bor-ku.
sizni ash kredit sistem orqali sizni ishonchli odammi, ishonchsiz odammi deb nomer qo'yapmadi. Shuning bilan hozir Uyg'urlarningki u kredit sistemda Uyg'urlarningki qo'yilgan nomer intayin tuvan. U nomeringiz tegim tuvanlab ketadi. Sizni faqatla ishonchsiz odamga tegim shu nimaga ishtib eng tuvan qatlamga tushirib oladi-chu. Andın u eng oddiy bir nimasi. Agar yomoni kelsa qo'lga ilib, bu bir oilaningki 3 odamni so'lgandek so'laydi. U Uyg'urlarni tutish, hozir so'lash bu sabab intayin oddiy. Mushu to'rda ashunaq bir narsaning ko'rib qilinishi yoki bo'lmasa birsi yana birsini bayqab qolsa, ashuni debla qo'ysa, degan odamga mukofot yurdi. Bu shu to'rga chiqqan odamni darhol u qonuniy o'zi atalmish qonuni bo'yicha uni yo turmuga so'laydi yoki bo'lmasa boshqa bir usullar bilan jazolay oladi. Mushning o'zimi shu 31-moddada bor. Mushu moddaga tushadi shu. Endi 12-moddaga o'tib ketaydi, 32. 32-modda davlat yangi taraqqiyot qarashini izchillashtirib, milliy rayonlarning islohotini umumyuzlik chunqurlashtirishi va ishni echitishni, davlatning taraqqiyot strategiyasiga umumyuzlik yo'g'rilishni, o'z taraqqiyot iqtidorini o'stirishni qo'llaydi. Milliy rayonlarning yuqori sifatli taraqqiyotini tiziltidi. Har qaysi millatlarning o'rtaq beyishini ilgari surdi. Shundaqla har qaysi millatlarning sotsial zamonaviylashiga o'rtaq qadam bosishni ilgari surdi. Endi 32-moddada mundaq bo'lachu. Bu Xitoyning islohotni islohot qilamiz degida 1978-yildan tortib hozirgacha bo'layotdi-ku. Endi buningda eng qurbonlikni eng cho'ng qurbonlikni berayotganlar bizningki yana shu vatanlik xalqlar. Chunki nima desa, Xitoy islohotni o'zining iqtisodini taraqqiy qildirish uchun buningga eng zo'r bo'lgan narsa birsi atalmish muqimlik. Ani yana birsi buningda ketadigan hamisha. Hamisha nereden chiqadi? Bizning vatandan chiqadi. Vatanniki hamisha butun shu tabiiy boyliqlarni taran-taraj qilgandan boshqa odam kuchi. Ana shunga bu necha yil, 8 yilning yog'i biz og'zimizdan qalbimizni qurib ketdi. Bu majbur emgak deb chiqayotgan narsa dal shu. Majbur emgakdan burunmi batdi u. Majbur emgakdan burun uni aşa deydik. Shundami? Uyg'urni aşağı salsa hech qanday tutib akib salayveralaydi. Bu feodal davrdagi bir boyninki mahalladagi shu dehqonning hammani yig'ib akib o'zining ishiga solganda hech qanday farqi yo'q. U aşağınınki ya beji yo'q, ya so'raydigan so'rig'i yo'q. Uni kimga ishlaydi? Shu davlat o'ziga ishlatadi uni. Atalmış şu yerlik hükümet o'zininki manfaat uchun ishlatadi aşağıni. Endi mayadagi yeng hukumdagi majbur emgak bu korxonalar hukumat bilan tilni bildirib, yana shu Uyg'urning qinni sho'rab aytgan yangi bir sistem. Endi maningda 32-moddada ashni texmi jonlantirish. Uni texim mukammallashtirish. Shunga meyda mayli qanday bo'lishini qadasa, buningdan keyin shu o'zlarining atalmış islohotni taraqqiy qilishimizda Uyg'urni qurbon qilib olsak bo'ldi deydigan bir ma'no chiqadi meyda. Asaliq millatda. Uyg'ur va boshqa asaliq millatni. Shunga bu yerda biz nima desa, biz o'tanda kuyilib ketadigan, qurbon qilinib ketadigan ashnaq bir narsami 32-moddada aniq. Buni tushunib o'qigan odam buni tushunib yetarlaydi. Endi buningki nimamiz taqdirimiz nima desa, odamningki ruhini tushirib yetadigan ichinishliq bir oqibat hamda. Mushu 12-nuqta dal shu. Aslında yo'l ichib beryotdi. Yeshil chiroq yiqib berayotgan ahvol bor. 33-moddani o'qamsiz? 30-modda noyob darajada yuqori xalq hukumatlari va ularning munosabatli tarmoqlari iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot sohasidagi plan loyihalar, siyosat tadbirlarini tuzganda va yo'l qo'yganda ular Jumhur millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashga, Jumhur millati o'rtaq gavdasi qurilishini ilgari surishga foydali bo'lishi, davlatning birligini qo'g'dashga, parchalanishga qarshi turishga foydali bo'lishi, shundaqla xalq turmushini yaxshilashga, xalq qalbini mujassamlashga foydali bo'lishi kerak. Endi buningda 30-nuqta
Yana nima shu desa, bu bölgünçülükka qarshi turishda bu Xitoyninki mush davomliq degidek bizningki xalqninki, vatanimiz xalqninki ko'z oldiga tiqib turib, ko'ziga tiqib turib, kontrol qiladigan bu bir vosita, bu bir taktika. Nimaga shu ichiga qo'rqoq sep turib, xalqni qo'rqinish ostida bostiradigan bir taktikachu. Ama bu 30 shu 3-moddada bu da'vatqini buningga yangi bir narsani qo'shyapti bular. Shu taktikani yanama shu rivojlantirib, yanama kengaytib, mayli sen yerlik siyosat tuz, yerlik bir nimani o'zingninki bir qaror ol. Shuning hammasi yangidan yezilib, yana bir nima qatlam yuqori ko'tarilib, Junxo birligi deydigan ufqumni asos qilib turib yozsan deydigan narsa chiqadi-chu. Onda qilgandan keyin burunqi nimaninki masalan atalmış nimaninki davlat muqimligini, davlat birligini buzding degan qalpoqda u yerda Uyg'ur, Qozoq, O'zbek bu millat deydigan ufqum botdi. Shunami? Shu ufqumning hammani suzib chiqarib yutadi degan narsa chiqadi. U narsani hammani suzib chiqqandan keyin sen nimalarda meningki mush kategoriyaning ichidagi Junxo birligi degan kategoriyaning ichidan sidiq asar qilib chiqib kelsang, demak sen jinoyatchi. Seni jazolash kerak deydigan ufqum kelib chiqadi. Ana buni yerlik hukumatlar hozir uni ijro qiladigan gap. Ana shunga bu yerdagi ufqum bilan harakat shu yerlik hukumatligicha, yezi qishloqligicha mushunday qilib amrilish mangdu deydigan narsa-chu. Bu narsani hozir mushu lagerni amalga qo'yish orqali uni atalmış qayta tarbiyalash nomi bilan buni praktika qildi Xitoy 10 yildan yog'i. Ana u odamlarni sig'dirib bo'lolmagan chet eldan kelayotgan besimninki ta'siri bilan lagerning ichidagi Uyg'urni kesib, uni jinoyatchi nomi bilan oldin 20 yil, oxirsin 7-8 yil qilib, bu turumining ichida qo'yib, hozir shu 7-8 yil turumida yotqan hozir andan bunda chiqyotidi, uyga qaytyotidi. Shundami? O'g'lini yana bir qatam mush algakda yana o'tkazadi. O'tkazganda shu 7 yil, 8 yil turumida yetib chiqqanlar yana qayta qo'lga ilinish ehtimolligi bor. Uni yo'q degil olmaydi. Shunga hamda miyadagi nuqta bizga kelgan besim, bizga kelgan bu xil narsa tugudimi desa tugumadi. U cho'nqurlab masmandagi tugumaydi. Ana shunga 33-modda dal bu huquqni hamda yerliklashtirib, nay-nayligi berayotgan ashnaq bir ahvol bor. Rahmat. Dosa hozir 34 keldik. 34-modda davlat rayonlarning mas taraqqiyotini ilgari surdi. Rayonlarni bir gavdalashtirib, taraqqiy qildirish mexanizmi va rayonlarga farqli yordam berish siyosatlarini mukammallashtirdi. Shundoqla nuqtliq yordam berish, Sharq bilan G'arbning hamkorligi qatorliq yordam berish hamkorlash mexanizmini sog'lomlashtirdi. Davlat milliy rayonlarning rayonlik asos funksiyalik o'rni bilan birlashtirishni, taraqqiyot bilan bexatarlikni bir tutash planlashni hamda davlatning chegara bexatarligi, boylik, energiya bexatarligi, ochliq bexatarligi va ekologik bexatarlik qatorliq jihatlarni qo'g'dashda burch mas'uliyatni ustiga olib, rolni to'liq joriy qildirishni qo'llaydi. Davlat milliy rayonlarning o'z afzallikini joriy qildirishni, davlat ishidagi cho'ng aylanishni asosiy gavda qilgan, davlat ichi va xalqarodagi qo'sh aylanish bir-birini ilgari suradigan yangi taraqqiyot andisini barpo qilishga qo'shilishni, shundoqla bir balvoq bir yo'lni yuqori sifatli birlikda qurishga cho'nqur yo'g'rilishni qo'llaydi. Bu 34-modda bir xatarlik moddachu. Ana buning xatarlik darajasi qaysi darajaga berib yetadi deganda, masalan bir balvoq bir yo'l nimasi strategiyasini Xitoy o'tirg'a tashlab, hozir buni amaliylashtirman deb singan mablag'mi intayin cho'ng. Buni biz 2000 nechinchi yili 2014-yili o'tirg'a amaliylashtirdi shu o'tirg'a chiqdi. Bir balvoq bir yo'q. Xatolashdim ya. Hozir 10 yildan oshdi hozir o siyosatni qilayotganiga. Hozir o siyosatda 4 liniya bor. Strategik 4 liniya. Bu 4 liniyaning hammasi nimani asos qildi desa,
çatal dünyanın her qaysılıqı oxşamagan Xitay'daki Xitay özüge ketadigan ham eşya hamma narsani shu o'zininki shu tuprog'ining ichiga akib, to'solg'usiz akirib, o'zining taraqqiyotini oqsitib qo'ymay, o'zini texmo kuchlik davlat qilib, dunyoning xo'jasi bo'lash. Dunyoninki hammadan beshiga dasab tura oladigan ashuna bir kuchga aylantirish nimasichu maqsad. Hamda bu bir yo'lninki 3 liniya diqqat qilsangiz bizning vatanninki ichidan kesib o'tadi. Eng muhimi uning 2 liniyasi bizniki janubdan o'tadi. Shundaymi? Buni g'arbiy darvoza deb qaraydi. Hamda bu jarayonda mushu bir yo'lninki butun shu o'ziki nemasi bo'lsin, qurilmasi, o'shdan ketadigan yo'l, aeroport, temir yo'l, anandan suv inshooti, ashlarning hammasi bo'lsin, bularning hammasini mushu harbiy tuzum bilan qilyotidi. Bu harbiy strategik nuqtasini chiqish qilib turib qo'yotidi. Shunga bu nima shu bir yo'l amaliyotda bu harbiy strategik nemasi oq ko'rinishi bor bir cho'ng bir nemachu. Shunga uningda o'z vaqtida uni martial law bilan ijro qilamiz. Bu Xi Jinpingninki shu qo'lida bevosita qonuniy bilan harbiy nima qaror ep turib o'tirg'i qo'yadigan ashunaq bir kuchlik nemasi bor. Oq ko'rinishi bor bir nima. Ana mushu jarayonda endi bu bizningki vatanning ichidan kesib o'tayotgan 3 liniya, bir liniya shimolda, udul Yevropaga ketdi, 2 liniya bizning janub orqali nimaga Gvadar, anandaki o'tir sharq ham dengiz liniyasi bizning Pasifik, Avstraliyadan o'tib, anandaki Afrikaga ulashidi. Demek bunun hammasi strategik nimasi intayin kuchlik. Onun işçinin hammasi 3 liniyaning hammasi. Bizningki g'arbiy o'z deydi, g'arbiy darvozani kontrol qilish degan nazariya borchu. Bu g'arbiy darvozani kontrol qilish nazariyasini o'tirib qo'yayotgan mushunaqa bir ahvol ostida ashunga azroqli daxl taruz qiladigan narsaning hammasini aslin Xitoy bo'sh qo'yib etmaydi. Uning nimasi o'lim jazosi. Agar uning qo'rqmay o'lim jazosi berilgan Xitoy buningki naqadar o'ziniki davlat bexatarlik darajasiga chiqib turib bu masalani qanchalik kengaytib, qanchalik cho'nqurlashtirib, uning muhimlik darajasini oshirib o'tganligini ashuni ko'rib oldi-chu. Demak, mushu nuqtadami o'ziniki atalmish g'arbiy darvozani mukammallashtirish, ching saqlash yoki bo'lmasa uni kuchlantirish deganni bana qilib turib yanalam ziyon kimga keldi? Bizning xalqqa keldi. Ana bu yerda buningdan keyingi urush, buningdan keyingi datalash bir davlat bilan bir davlatning qurol yarog' bo'lib ketishini atayin. Buningda tabiiy ofat yoki bo'lmasa boshqa omillarni ishlatish orqali u ofatni kengaytiradi-chu. Masalan, u ofatningki birsi, masalan, tabiiy ofat deganda suv. Ana suv boyligini kim kontrol qilyotidi? Suvni kim o'sha Xitoy qanday ishlatyotidi? Bizning vatanda hozir. Dunyodagi eng xatarlik suv inshoot qurilishini hozir tugatib bo'ldi. Shu bir yo'l bir balog'ninki nimasi. Uningda u amaliyotda bir cho'ng g'oyat zo'r harbiy kuch ham harbiy qurol u amaliyotchi. Shu yerdagi yerlik kuchni kontrol qila oladigan. Ana yana birisi temir yo'l. Temir yo'lmi shundaq? Temir yo'lninki qurilishi, qanday qurilgan, qanday liniyani nerdan nega ulayotgan ashuna hammasi qarasa, intayin strategik qilingan narsa. Uninki qurilishiga yerlik xalqni ishlatmadi. O'zining harbiylarini ishlatdi bular. Ashning o'zimi buningki davlatninki atalmish davlat mudofaasi kategoriyasi ichida elib berilayotgan bir ishni ishganligini biz sal qarmasligimiz kerakchu. Unda bo'lganda bu yerda harbiy kuch bilan xalqning o'rtasida to'qinish paydo bo'lganda Xitoy davomli degidek harbiy kuchni ishlatadi. Harbiy kuch bilan xalqni bostiradigan, xalqni qirg'in qiladigan ish azal al-misaqdan tortib bor. Bu o'zimiz cho'ng bo'layotgan kichik vaqtimizdan tortib biz o'z ko'zimiz bilan ko'rgan ishlar bu. Bu texmi nima eg'irlashmansimandiki u yengillashmaydi. Shunga bisim
Hem buningdagi muhimlik darajasi mush 14-madda orqali hech kim g'inqilanmaydigan, hatto 34. madde. 34-maddada aniq yozilgan. Buningda yerlik hukumatlarmi uni hech nima deyamaydi. Hamda yana birisi mishada bir alayda ta'kidlab qo'yadigan narsa. Masalan, shu nimaninki Xotanninki mushu nimada lama bu nima Hindiston bilan bo'ladigan chegara rayonida ikki noy qurildi. Shunami? Ikki noyga Xitoy ism berildi. U ikki noyninki bosh qurilish nimasida Xotan viloyatining qaramog'ida emas. Beijing bevosita boshqurdi ikki noy. Aşının özümü demek muş her bir muşu G'arb darvozasiga munosabatlik har bir muhim nuqtaning hammasini Beijing bevosita boshqarilgan, bevosita kontrol qiladigan ahvol nima. Buni qanday kontrol qildi? Harbiy kuch orqali kontrol qildi. Shunga u yangi ta'sis qilingan u ikki noya amaliyotda harbiy baza u. U hech qanday yerlik xalqninki nemisi bilan ma'muriy boshqurilishi, xalqning manfaati uchun yoki bo'lmasa shu yerni gullandirman deb qilgan ish emas. U amaliyotda shu harbiy o'ziniki Xitoycha ismini qo'yish orqali ashuna kesib chiqarib muqimlashtirgan bir harbiy baza. Ashuni mishada deb qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Rahmat. 35-madda. 35. madde Devlet Meclisi'nin münasebetlik tarmakları ve nihayet dereceden yukarı yerli halk hükümetleri katnaş, energiya, suvchilik, uçur, eşya oborotu qatorliq qo'l asla qurilishini kuchaytirishi, milliy rayonlar bilan boshqa rayonlar orasidagi o'zaro bog'lashni ilgari surish kerak. Ammo mayada yana nima bo'lsa 35-madda, 34-maddaga to'p qo'shilgan bir moddachu. Bu yerdagi eng narsa bizning vatanninki hozir eng kuchli xalqning diqqatini qo'zg'ab, mush xalqaro bu masalan mush Xitoyning ichidami eng cho'ng hujum qilayotgan bir narsa bizningki tabiiy boyligimiz. Eng bizni talon-taroj qilayotgan nuqtami shu tabiiy boylik. Tabiiy boylik orqali shu yerdagi o'zini kuchlantirib, o'ziga keladigan manfaatni nim qilish bilan bir vaqtda xalqarodagi o'ziniki savdo, energiya, savdo bo'lsin, mayli boshqa jihat bo'lsa hamma jihatdagi o'rinni kuchlantirib menayotgan bir ahvol borchu. Ana shunga miyadagi osonlik millat rayoni degan bu bir hukm yo'q hamda bundan keyin. Bu osonlik millat rayoni demaydi uni. Onun o'rniga buningga davlat strategik holda bir tutash boshquradigan energiya manbasi deydigan hukm kirdi. Endi buning energiya manbasi nima desa, mayli suv bo'lsin, xom ashyo bo'lsin, dehqonchilik mahsulotlari bo'lsin, ashning hammasi ash kategoriyaga kirgitdi. Ana bu xatarlik hukm amaliyotda. Bu yana birisi bu fashizmninki bir rayondan yana yoki bo'lmasa tajovuzchilarniki bir rayondan yana bir rayon kirib, shu yerninki butun qo'lga chiqadigan, pulga yaraydigan narsani qanday talon-taroj qilish. Odamning ashada yashayotgan yerlik xalqninki hech nima qoldirmaslik. Supurib hamma narsa akitadigan narsani hammani so'kib akitish degan mushunaq ashadiy hukm bilan yaqin. Shunga bu Xitoyning hozir qilayotgan nimasi bu kengaymichiligi fashizmning tusini chunqur olganchu. Mushu qonun amaliyotda fashizmninki toz diqqat qilsak yana bir nusxasi. Uningdan sal to'van emas amaliyotda. Ana shu bu 35-nuqta dal buning qartilg'ini tabiiy boylik. 36. madde devlet zamonaylashgan kasb sistemasi barpo qiladi. Yerlik sharoitga qarab yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini taraqqiy qildirdi. Rayonlar orasidagi kasb hamkorligi va manfaatdan o'rtaq bahramand bo'lish mexanizmi qurilishini tartibli ilgari surdi. Shundaqla milliy rayonlarning rayonlik kasb zanjiri va ta'minlash zanjiri o'rnashtirishni a'lolashtirib, mamlakat bo'yicha bir tutash cho'ng bozor qurilishini ilgari surishda rolni to'liq joriy qildirishni qo'llaydi. Davlat Meclisining munosabatli tarmoqlari va noyob darajadan yuqori yerli xalq hukumatlari milliy rayonlarning o'z boylik aloyidligiga tayinishni hamda zamonaviy fan texnikadan foydalanib, yez o'rmonchilik, chorvachilik, baliqchilik,
yezigilik yemeklikni pishiqlab ishlash sanoati, to'qimchilik sanoati, madaniyat sayohatchilik, shundoqla an'anaviy qo'l hunarvanchilik, an'anaviy tibobatchilik qatorliq o'zgacha afzal kasblarni taraqqiy qildirishni qo'llashi, yangicha yezi kollektiv iqtisodni taraqqiy qildirishi va zo'raytishi, yezi kentlarni umumyuzlik gullantirishi va shahar yeza taraqqiyotni ilgari surish kerak. Endi bu yerda 36-modda ikki narsa borchu. Ikki narsa bizningki nihoyatda diqqatimizni tortadigan, biz diqqat qiladigan nuqta. Bu Xitoylar masalan shu Coviddan keyin ham nihoyatda cho'ng ikki huquqni o'tirg'a tashladichu. Birisi Tungyixua, yana birisi Yitixua debchu. Mushumu Xitoyniki bir yo'l bir val siyosatniki yana bir qadam mukammallashib kengayganiki shu asos edi. Bu uqum nima desa, bu uqumda hamma narsani sistemlashtirib, shu bir nimaga, bir cho'nakka akirish. Ana yana birisi tuvandan nima chiqsa, shu nimaga yuqorida sirtqa chiqalaydigan, eksport qiladigan xom ashyo yoki mahsulot dal shu nima bo'lish, muntazamlashtirish. Shundaymi? Masalan, nima uchun bizningki shu shimolda ishlangan masalan sho'xlar udul berib Italiyaga bora oladi. Demak, bu yerda bir sistema allabirun paydo bo'lib bo'lgan. Bu faqat xom ashyo ishlab chiqarsa, ana udul ashyoga mangalaydigan bo'lsa, nima uchun paxta masalan, chiqarib u paxtaninki butun xalqarodagi shu to'qimachilik paxta mahsulotini sotadigan cho'ng to'rning ichiga nihoyat shuncha tez o'zishib keta oladi. Endi shu nimada majbur emgak nimasidami, shu paxtaninki yo'linishi, liniyasi, qandaq nagir nada to'xtagan ash to'g'risida nurg'un tadqiqot, nurg'un dokladlar yozib ketdi. Nima uchun ashuna bo'ladi? Shu Xitoyniki Tungyixua, Yitixua degan shu siyosatninki natijasi bo'layotgan narsa. Mayada shu siyosatni tegim cho'nqurlashtiruvchi 36-nuqtada. Uningdan boshqa burun masalan bizningki o'zimizningki o'ziniki atalmış yerlik sayohatchilikni yo'lga qo'ymaymiz deb Xitoylarning muzeumga o'xshaydigan yasab qo'ygan Uyg'urlarning madaniyatini ko'stimiz deb qilib qo'ygan yasab qo'ygan nurg'un narsalar bor. Shunami? Ananiki hozir uni taqimi rivojlantirib, uni cho'nqurlashtirib, qaysi darajaga olib bordi bundan keyin deganda, masalan bizningki nurg'un yerlik o'zimiz ishlab chiqargan narsalar bordi. Ash narsa yo'qaydi bundan keyin. Kim ash narsani qilsa bundan keyin sen davlatning birligiga, davlatningki cho'ng millat hukumiga xilop ish qilding deb tutibla akirib so'lay oladi. Ana yana birisi ana buningda qo'l hunarvanchilik deganda masalan bizningki janubda mischilik nimamiz, sanoatimiz qo'l hunarvanchiligimiz kuchli. Shu misdan yasaydigan mischilik, oshqo'rni hammasininki bundan keyin dukun taqiladi endi. Uni muntazamlashtiruvdi-chu. Faqat shu zavod igilligimiz hammasi shuni taraqqiy qildigan hammasi Xitoyniki millatlar ittifoqi qonun qarshi chiqqan bo'ldi degan gapda. O'z oldingizga u bizningki an'anaviy nimamizda, madaniyatimizda qo'l hunarvanchilik bu almisoqdan tortib bor narsa. Biz boshidami shu Ipak yo'lini taraqqiy qilganda bizning qo'l hunarvanchilik nimamiz shu Ipak yo'li orqali dunyoning ham yeriga taqalgan ham shu bir muhim vosita bo'lib cho'ng rol o'ynaganchu. Ana qo'l hunarvanchilik orqali bir yerdan yana bir yerga birisi madaniyat uchur, ananing keyin odamlarningki bir yerdan yana bir yerga yo'tkilish degandek mush narsa nurg'un muhim rol o'ynagan bir ijobiy bir narsa u. Shunga bizning madaniyatga singib qaysi darajaga bordi desa, bir jamiyat bilan yana bir jamiyatni farqlantirish uchun qaysi qo'l hunarvanchilikni har bir jamiyat qiladi. Masalan, bir jamiyat maxsus danqan yasa mischilar deb ataymiz, shundami? Yana birisini pichoqchilar deymiz, maxsus pichoq yasaydigan. Yana birisini ko'zichilar deydi. Maxsus ko'zi nimasilar lay bilan aytishadi ular. Ko'za nima orqali sapal qacha ashnarsini orqali o'zini andaq avlod tunishtirib manqanlar. Ana yana birisini tumoqchilar deymiz. Nima uchun qo'l hunarvanchilik bilan ataydigan ashna o'zimizningki
muşuna folklor, özümüzünki medeniyetimiz, hatta cemiyetimiz mi var? Aşı hamma narsa yo'qaydi degan gap shuni bilan. Demak, buningda biz jamiyat qurilmasini ichidan tortib uni xuddi bir nimaninki tag'aninki so'kikini jusab shundaqla o'zini tashlagandek ashuna bir yo'qaydigancha butunlay erib yo'qaydigan ashuna holatga akilish. Shu narsa dal mushunda bo'ldi. Bu yerda yana bir eng muhim bir narsani ta'kidlab qo'yib, bizning milliy tabobatchiligimiz. Bizning milliy tabobatchiligimizda Marco Polodan tortib hozirgacha u hech kim ko'z yumolmaydigan bir narsa. Ash narsamizmi yo'qaydi. Buningdan keyin masalan Xotandan, bu nimadan chiqadi, Yakandan chiqadigan dangliq milliy tabobatchilar ustam deb, mening ustozimdi, mening qo'lda tarbiyalanganim deb deganmaydi buni hech kim. Unimi Xitoy muntazam ashuni bir maktabga aylantirib yutadi. Uni maktab kim boshqardi? Xitoy boshqardi. Uni o'qituvchilari kim u? Ya'ni shu bu yodingizda bo'lsa uni Junxo millati bir millat degan qalpoqni ostida bo'ladi. Shundoq bo'lganda o'zimizningki yerlik dori darmak, yerlik tabobatchi ishildigan hamisha bilan bo'ladigan davolash usuli, shu odam tarbiyalash usuli, ashning hammasi bu texnika degan 4000 yillik tarixi bor bir texnika. Ashning hammasi yo'qaydi degan gap. Ashning hammasi jug'urilib yoki bo'lmasa uning nimasi shalg'utlashtirib atalmish Junxo millatininki milliy tabobatga aylanib ketadi. Shu degan ishonchli bir narsa. Xitoyniki kultural milliy kimligini aks ettiradigan bir narsadan boshqasining hammasi qonunsiz degan gap bo'lishda qanday bo'lganda hozir qani. To'g'ri. Masalan, shu hozirmi bunda qarsam andu-mandu borki, shu nimada masalan bizning avlod shu o'zininki avlodning ichidan o'gitib, avlodning sirtiga oson o'gatmaydigan nurg'un milliy tabobatchi ustamlar bor. Doktorlar bor. Endi uni o'zi avloddan avlodga, bir avlod yana bir avlodga ashuna o'gitib mengib, uni necha avlod davomlashtirib kelayotganini-chu. Ashlarning hamsi yo'qolib ketadi bundan keyin. Chunki ular aldirab u narsani Xitoyga bermaydi. O'limichi o'ylaydi uni. Sana berganda men bermayli qo'yay bo'ldi buni. Mushada tugusin bu deb. Uni berganda zaman unga ega ololmaydigan ashlarni o'zi bilishi mumkin. Unda bo'lgandan keyin ashundaq bir g'azina hamda ashna o'zi, ashnasining hammasi yo'qaydi degan gap. Niyada bir bolanat yaxshi bir imkon sezibdi, Tursun Qodir deydi. Alloh rozi bo'lsin qarindoshlar, mumkin bo'lsa deydi, mush Xitoyning atalmish millatlar birlik qonunini har xil til tarjima qilib, xalqaro sahnalarda, medialarda tarqatsak, Uyg'ur irqiy qanchqa yana xalqaro kun tartib kelamo deydi. Meningki bu yana qisqa beradigan javobim, bu qonunni Tibetliklar alburun Tibet tiliga tarjima qilib bo'ldi-chu. Tibet tiliga tarjima qildi, Hindu tiliga tarjima qilib, o'zining tashviqotini nihoyat yaxshi elib berdi. Bizdan nechasi yaxshi elib beryotadi. Ammo Tibetliklar. Buni inglizchaga o'zimiz bugun ekran chiqarib qo'ydik-ku, inglizcha, xitoycha, uyg'urchasi bor. Buning tarjima qilishga tegishli bo'lsa, meningcha buningga birinchidan arab tiliga tarjima qilish kerak-chu. Arablar bilish kerak buni. Arab tiliga tarjima qilgandimi, bizning o'zimizning ahvolini yaxshi tushunadigan arab tiliga yaxshi o'zimizning tarjimonlar tarjima qilgan yaxshi. ChatGPTga silib tarjima qilsa, haqiqiy bu qonunning ichidagi puroqni, haqiqiy ma'noni chiqarib berolmaydi. Tarjima qila olmaydi. Yana suslashib, tushunmaydigan ashunaq bir narsaga aylanib qolish ehtimolligim intayin yaqinchu. Şunu aşınınğa arab tiliga tarjima qilishmi meningcha muhim deb qarayman. Buningda turkchaga tarjima qilish kerakmi deganda, balkim turkchaga tarjima qilishmi mumkin deb qarayman. Nima uchun? Turklar tushunish kerak buni. Tushunish kerak. Andan keyin turklar tushunganda to'xta, mayada mandaq bir xatarlik narsa bo'lib yutibdi deb bilish kerak-chu. Bizningki Turkiyami bizning ikkinchi shu diasporadagi Uyg'urlar uchun ikkinchi vatanimiz. Nurg'un bizning qarindoshlarimiz ashada yashaydi. Amaliyotda shu Turkiyaningki Xitoy bilan bo'lgan munosabati, Xitoy tutgan pozitsiyasi, siyosat ashnamisi bizga ta'sir ko'rsatadi.
Әм шундaqla bizningmi qandaq muomilada näde turib näde qopishimizmi Turkiyada Turkiyasining siyosatiga ta'sir ko'rsatadi. Bu yerda buni bo'lsash o'zbek tiliga o'zbeklarni so'zlatib o'zbek o'qidigan uyg'urlarimiz chiqsa ekranga so'z bo'lgan buni ana qozoq tiliga qirg'iz tillariga qilib o'sha bizning qo'shnimiz bizdan amaliyat bo'lganligi deganimiz to'g'ri. bu narsani Deganimiz to'g'ri. Chunki bu yerda yana bir narsa biz davomli degidek sal qarayotgan bir masala bor-ku. Bizning beshimizga kelgan mo'zayning kalining beshiga kelgan kun mo'zayning kuniga kelmay qolmaydi-chu. Hozir Xitoyninki bu g'arbiy darvozasini mukammallashtirib, mush bir balvoq bir yo'l nimasi Farg'onaga berib bo'ldi. Ana nima uchun yaqinda chiqqan shu O'zbekistondagi nurg'un Xitoylarninki mushu uni buni bana qilib yezi qishloqlargacha odamlarni to'kashga boshladi-chu. Xitoyning burundan tatib qilgan nimasi shu. Qanday qilganda shu yaninki pulga yaraydigan ozroqlam nima bo'lsa yerlik boylik bo'lsa shuni talon taraj qilamiz shuni yo'tkayman degan maqsad qilib bordi naga bo'lsa ashunga o'zbek xalqmi ashuna qarshi turishsa nima deb kelding mening nimamga deb ashuna savol so'rga o'zbeklarni bog'u demak o'zbeklar bilish kerak buni qozoqlarmi bilish kerak qozoqlargu hozir o'zining yerlarini tasqabdi boyligidan boshqa yerini setayotgan Xitoyga uyg'onish kerak uyg'ondirish uchun mushu narsanimi bu kengaymichilikniki bu bir cho'ng bir kengaymichilik qonun bu ashuni qozoqlar tushunish kerak ana qirg'izlar taxim tushunish kerak qirg'izini tas qoldigu bo'yini 3 qatlab etgandek nima mushu bir balvoq bir yo'l banasi bilan qazda qilib etganlar u qazni menga to'layib bo'lmaydi qirg'izlar lekin o'zining vatanini setib etmaslik kerak uni bilish uchun qonun tushamiz olmaydi ana shunga hamda ma qilishimizning gapiga qaytib kelsak u nayti o'rinliq taklif amal bo'lsa bizning o'zimizning ichidagi ashnaq shu atrofimizdagi millatlar boshqa tillarga tarjima qila oladigan saviyasi bor qarindoshlar o'zi shu fidoyilik bilan bu qonun tarjima qilib shu tildagi sotsial media yoki bo'lmasa munosabatli akademiklar bo'lsin o'zlarining ichki qismidagi shu tildagi kanallarda tashviqot qilsa amaliyotda to'xtabdi ma bu uyg'ur otliq kalalarning beshiga ma'kum bo'lgan gapdi qirg'iz qozoq o'zbek otliq mo'zaylarning kunig'imi ati o'gin bizning beshimiz kelgan ma'kum deydigan uqum ulardan paydo bo'ldi bo'lmasa shuni yana ketaverdi bu xil narsa xitoyninki eng yaxshi qila oladigan narsa jimjit o'zi ovoz chiqarmay jinni oladigan shunaqa bir nemsi falsafasi borchu bir odamninki ovozini chiqarmay qini sho'rab o'lak holatga olib qo'yib ketaverdi hozir xalqaro qilayotgan tutayotgan siyosatimi shu boshqa tibatlar buni qattiq jiddiy muolifat Roblan zangima o'zini ko'ydirib olishi hozir tibatlar buni xalqaro qattiq ashna nemisini qayta ashna o'zi fidokorlikni ko'ydagan nemisini to'xtamay dunyoning hamma yeri umumiy namoyish qiladi bular hatto bidetni oldin hozirgacha namoyishlar bor to'g'ri dunyoning 2 kuni butun dunyo tibatlar tibatni o'zi ko'ydirib olgan saq bir oy bo'lgan kun ekanda ashuna dunyo xarakterlik namoyish o'rlashtirdi bular Gollandiyada Xitoy elchixonasining oldida namoyish o'rlashtiribdi men taklif qildi kelash bir so'zlar biz namoyish o'rlashtirmaymiz deb taklif qildim 2 kun burunda endi to'g'ri o'zini ko'ydirib olgan 1 yillik bir oyligini qildi ekanda bu degan bunda falan jiq qilmaymiz shunga uyg'urlar aktiv kelib qatnashsanglar deb taklif etibdi menga bo'ldi dedim Tibetlar shu qadar qildi bu namoyish ekan bizning uyg'urlardan buning qarta to'rt bilim degandan boshqa kuchli bizim dunyo xarakterlik namoyishlarni qilolmadik raskem degan vaqtida yo'q bizdagi inkas u Tibet xalqininki inkasi uni kuchli emas bunga o'zimiz nima berishimiz kerakchi bunga tushunmam deganda shunaqa bunaqa zil-zigarlargacha mana hammamiz oz tushuntiryapmiz-da mana bu narsani bir xil programma qilmay har qilib qanchalik qila olsa shu payt qilib to'xtatib butun oxirgacha 60 modda jami 67 modda bu 64 modda endi bugun hozir bu 40 moddagacha tugatalasak bugun endi cho'ng ish qilgan bo'lamiz-chu 37 modda o'taylik hozir 37 modda
Davlat Meclisining munosabatli tarmoqlari va noyob darajadan yuqori yerli xalq hukumatlari ish qurilishish, ma'arif, davolash qatorliq jihatlardagi ommaviy mulozimat boyliqlarini muvofiq taqsimlashni ilgari surishi, asosiy ommaviy mulozimatlarning tangpungligi va umumlashganligini oshirishi, milliy rayonlardagi har darajalik, har turlik ma'rifning mos taraqqiyotini ilgari surishi, shundaqla milliy rayonlarning ommaviy mulozimat kafolati iqtidorini o'stirish kerak. Әмді мәйеді мындақ бір мәселе. Біз алдыңғы ikkinchi sonda so'zlab o'tib ketdik. Bular butun qonunni qayta yerli qonun qayta yezish kerak-ku. Muntizim birlik Xitoy tilida. Ani yana birisi Junxo millati degan bir millat bir ufqum bilan ashtu qayta yezib muntizim butun ma'rif, shu adliya, ana savdo tarmoqlari, ana hukumat ashning hamma narsani qayta qurib qayta yozadi bular. Bu yezish jarayonida nurg'un mulozimat qiladigan yoki bo'lmasa shu mulozimat mayli u maktabning ichida bo'lsin, mayli oliy maktabning ichida bo'lsin, mayli hukumat tarmoqlari bo'lsin, bu odam kerak buningga. Uni kim qiladi desa, hargiz Uyg'urni ishlatmaydi. Hargiz yerlik asalliq millatni ishlatmaydi uningga. Yanalam o'zining oldin tarbiyalab tayyor qilgan, muntazamlashgan Xitoylarning ishga o'lgurini akab ishiltadi uni. Şun bu mülazimetni muqimlashtirib, birliklashtirish yoki noyob darajagacha uni mukammallashtirish degan hargiz u shu yerda yashaydigan yerlik asalliq millatlarga qaratilgan siyosat emas. Ularga hech qanday foyda kelmaydi. U muntazamlashish to'g'ri. Yes, ashuni qayta hammani shu yangi qonun bo'yicha o'zlashtirdi. Lekin uni o'zlashtirilgan shu xizmat fursatini yaratib berganlar yoki bo'lmasa xizmatni qiladiganlar yanına işkirin yökep ekegen adamlar kıldı. Ana muşun üzümü bunun da demek bu kim mükemmelleştirir şu sistemini, kim işleydi o degen bu sual jigip gelsek yana Xitay işleydi. Ana ondan keyin yanalam hazır şu nege varsa meyli Mongol olsun, meyli Uygur, Kazak, Kırgız, Tacik, Özbek olsun hepsi asallık millet onun yalanmış işçilerine aylandı. Ya ergeç güçlüsü oluş gerek. Ondan keyin bununla yana 10 yılda onu terbiyelep, mana bizinki ma bu Junxo milleti, bir millet, Junxo minzuniki nimse bir terkibi, azası degan qalpoqni texmi kengaytirdi. O shalg'itlashtirish, bu nima qilish, bir millatni yo'qotish degan mana shunday qiladi. Ang yo'qolgandan keyin millatmi yo'qaydi-chu. Bir soat bo'ladi, bizga 38 ga boshlab kelar qatimliq qilamdik yo 40 turda o'tamdik. Mayli hozir men shu 1 soat o'pdi, 1 soatdan qilsak, menimcha yengil bo'ladi deb qarayman. Buni hammin bir aqla tuyutish emas, ozdan. Biz aslida 3 programma qildi degan, buni hozir hamda mushtam maqsa 5-6 program bo'lgandak, 5-6 o'tkazsam mayli, bu zot butunlay shu tafsili bir kurab, ozdan. İşte yaxshi analiz qilib, buni bütün bir tüküteylikçi. Ondan sonra bugün 37. maddani tugutib mishat to'xtataylik. Yani kelar qitimda 38. maddadan tatib boshlaylik. Boshlaylik. Rahmat Nurgul xonim, buni yaxshi o'zingiz tarjima qilib, yaxshi analiz qilib beryapsiz. Qarindoshlar, ko'rayotgan qarindoshlar taqib qo'yinglar. Bu bizim millatning istiqboliga munosabatdek. Xitoy hamda bizni o'zining shu Junxo millati bo'lmagan Xitoy kültürünü qabul qilmagan, Xitoylar yashamaganlarni burun jazo lageri sulab ingini o'zgartgan bo'lsa, bugungi kunda hamda uni qonunsiz deb Uyg'ur bo'lish o'zini bir jinoyat qilib hozir qonunlashtirdi-da bu narsalarnikini. Shuning uchun Tibetlar mana buning kuchli noroziligini bildirib, Lobgan Rangza 7-oyning 2 kuni o'zini bedini oldida ko'ydadi, buni qarshi norozilik ifodalab, biz shuning bu qonun asosida nima bordi deb bu qonunning ichki moddalarini shu tafsil analiz qilyapmiz. Shuning uchun ko'ranglar, taqib qo'yinglar, atrofdagilar deb qo'yinglar, mana Xitoyniki bu bir millatni yo'q qilish, assimilyatsiya qilishni qonunlashtirish, bir millatning jismini qo'yib, ro'yini butunlay tegishtirishni qonunlashtirdi. Bu dunyoda vaqtchilik bo'lib boqmagan bir narsa. Shuning uchun ma narsa intayin bir muhim. Yani yalnız vatandaşlık Uygurlarımız emas, diasporadik Uygurlarga bunu 63-maddasida tafsil to'xtalamiz bu vaqtda. Shuning uchun vaqtimizni ham mishada oxirlashtiraylik. Kelarki suhbatni yana davomli huzuringlarda taqib qo'yinglar. Uyg'ur choyxona suhbati programmasiga
YouTube'ga erişelinler. Rahmet Nurgül Hanım, bugün sohbetimiz mişak akıllaştırayla, kiler katımlıkta yani davamlaştırmamız 38. maddesinden başlar. Hem sen Allah'a emanet, hoş.